Biz bugungi sonimizda do'stlardan burun dushmanlari uning axloqi va botirligiga qoyil bo'lgan musulmonlarning birinchi qiblasi Masjidil Aqsoning ozod qilguvchisi Salohiddin Ayyubiy bilan tunishib chiqamiz. Salohiddin Ayyubiyning asl ismi Yusuf Najmiddin Ayyub. O milodiya 1138-yili Iroqning Tikrit shahrida Kurd oilasida dunyoga keladi. Uning dadasi Najmiddin Ayyub Tikrit qal'asining hokimi bo'lib, Salohiddin Ayyubiyning shonliq natijalarini qo'lga keltirishda dadasining uni buyuk g'oya va jihodga hirismand tarbiyalaganligi muhim rol o'ynaydi. Najmiddin Ayyub buyuk g'oyalik odam bo'lib, menga Masjidil Aqsoni ozod qila oladigan bir erkak tug'ib beradigan taqvodor qahramon ayoldan to'y qilaman deb uzoqcha bo'ytoq o'tadi. Bir kuni podshohning huzurida bir ayolning podshoh elchi bo'lgan odamni rad qilib, "Men undaq odam bilan to'y qilmayman. Men farzandini Masjidil Aqsoni ozod qila oladigan, chavandoz qilib tarbiyalaydigan odam bilan to'y qilaman" deganini anglaydi. Najmiddin Ayyub bu gapni anglab, darhol podshohdan bu ayol bilan o'ylab qo'yishni talab qiladi. O'xshash g'oyalik ayol bir uyga kirib, 4 ko'z bilan kutgan Salohiddin Ayyubiy dunyoga keladi. Ota-onasi kichkidan boshlabla uning qalbiga jihad o'ti va Qudusni ozod qilish g'oyasini tiklaydi. Salohiddin Ayyubiy bir kuni bolalar bilan o'ynayotgan vaqtida dadasi kelib, uni dast ko'tarib, "Men seni Qudusni ozod qilsin deb tarbiyaladim" deb yerga tashlaydi. Salohiddin Ayyubiy o'rnidan dast turdi. Dadasi "Nimishqa yig'lamaysa, bir yering og'irmidimi?" deb so'ragan vaqtida Salohiddin Ayyubiy "Qudusni ozod qildigan bola bunchalik og'riqqa yig'lamaydi" deb javob berdi. Keyin Najmiddin Ayyub oilasi bilan Mosulga ko'chib keladi. Bu vaqtda Abbosiylar davlati ojizlashib, bir qancha davlatlarga parchalanib ketgan bo'lib, Misr Fatimiylar davlatining qo'l ostida har xil guruhlarning bulang-talang nishoni bo'lib qolgan edi. Ahli salaflarmi Misrga ko'z tikayotdi. Abbosiylar davlatining kuchli hokimi va Sham zaminlarining amiri Nuriddin Zangi bu ixtiloflarni ko'rib va ahli salaflarning Misrga ko'z tikayotganligini his qilib, Salohiddin Ayyubiyning tog'asi Asaduddin Shirkovning qo'mondonligi ostida Misrga qo'shin avatadi. Uningga jiyani Salohiddin Ayyubiy yordamchi bo'lib birga boradi. Asaduddin Shirkov shu vaqtdagi mashhur qo'mondonlarning biri bo'lib, uning kelganligini anglab ahli salaflar Misrni tashlab chekinadi. Asaduddin Misrni oladi. Salohiddin Ayyubiy uningga yordamchi bo'lib davlat boshqaradi. Salohiddin Ayyubiy Misrda Shia Batiniya mazhabining tarqalayotganligini ko'rib, musulmonlarni ahli sunna mazhabiga qaytarish uchun Nasiriya va Kamiliya madrasasini saladi. Tog'asi Asaduddin Shirkov vafot bo'lgandan keyin Nuriddin Zangining qo'llashi bilan Misrga hokim bo'ladi. Salohiddin Ayyubiy Abbosiylar xalifasi Mustadini xalifa deb jakarlab, juma xutbalarida uning uchun duo qilishga buyurdi. Milodiya 1174-yili Shamda Nuriddin Zangi vafot bo'lgandan keyin uning o'rniga ko'z tikkan mansabdorlar orasida urush yuz beradi. Salohiddin Ayyubiy ularni besiq turish uchun qo'shin tortib Shamga yurish qiladi va vaziyatni kontrol qilish uchun Shamda 2 yilga yaqin turib qoladi. U Dimashqni kontrol qilgandan keyin Homus va Halibni egallaydi. Shuning bilan Salohiddin Ayyubiy ikki cho'ng davlatni birlashtirib, ikki davlatning sultoniga aylanadi. Salohiddin Ayyubiy ahli salaflar bilan bir qancha qatim urush qiladi. Milodiya 1180-yili ahli salaflar bilan Salohiddin Ayyubiy o'tirisida tinchlik kelishimi tuziladi. Biroq ahli salaflar Arnot Qizil dengizida hojilar va musulmon savdo karvonlariga hujum qilib, kelishimga xiloflik qiladi. Salohiddin Ayyubiy qaytirma hujum qo'zg'ab, milodiya 1187-yili Qudus podshohining shahar qo'rg'onlarini egallab, ahli salaflar ustidan g'alaba qiladi. Shu yili sentabr oyining oxirida Salohiddin Ayyubiy 60 ming kishilik qo'shin bilan Qudusni muhosiraga olib, ularning suv manbaini uzib o'tadi. Ahli salaflar 6 kun tirkashgandan keyin taslim bo'lishga majbur bo'ladi. 1187-yili 12-oktyabr Qudusning eshiklari keng eshilib, Sultan Salohiddin Ayyubiyning bayrog'i Qudusning ustiga qadaladi. Ahli salaflar Qudusni qaytarib olish uchun Angliya, Fransiya va Germaniya podshohlarining boshchiligida Salohiddin Beje deb maxsus pul to'plab qo'shin tayyorlaydi va bir qancha qatim urush qo'zg'ab qal'aning ichiga besib kirolmay sahilda qoladi. Milodiya 1192-yili Angliya podshohi Richard Salohiddin Ayyubiy bilan Ramla ahdnomasini tuzadi va Xristian Yerusalim podshohligining qisman joylari asliga keltirilib, Xristian tavobchilar uchun Masjidil Aqso ochib beriladi. Qudusning vaziyati muqimlashgandan keyin Salohiddin Ayyubiy Shamga qaytadi. Uzun yillik urush Salohiddin Ayyubiyni ko'p charchatgan bo'lib, borgan sari uning salomatligi yaxshi bo'la olmaydi. Milodiya 1193-yili 12-fevral uningga sariq qizitma tegib, 12 kun o'lim tutib yetib qoladi va shu yili 4-mart 55 yoshida o'z ajali bilan vafot etadi. Allah